Uyingizda bitta dona mandalinangiz bo'lsa, shuni o'rtasidan asta kesib olasiz. Tam o'rtasidan. Yirtilib ketmasligi kerak. Endi o'rtasini chiqarasiz. Bitta dona mandalin. Hozir asta chiqaramiz. Zaytun yog'i bo'lsa, zaytun yog'i, paxta yog'i bo'lsa, paxta yog'i. Endi bu tarafini chiqarib olamiz. Rosa avaylab chiqaring, chunki muhtasham narsa bo'ladi hozir. Asta yirtmasdan ajratib oldim. Bitta idishchaga qo'yasiz, tekis turadigan, ichiga yog' qo'yasiz. Ozgina yog' qo'yasiz, qarang. Endi shuni yoqasiz. Xonaga qo'ysangiz hidi shunaqa zo'r chiqadi, hamda sham o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yoqib oldim, qarang qizlar. Bu-chi xonaga qo'ysangiz shunaqa zo'r hid chiqaradi. Endi xonaga sepayotgan osvejitel olishingizga ham kerak yo'q. Mandalinni fresh hid chiqaradi, hamda sham o'rniga ham ishlatsangiz bo'ladi. Ichiga yog' qo'ysangiz o'chib ham qolmaydi bu. Yonib turaveradi. Suvi ham oqib ketmaydi yog'i. Ko'rdingizmi? Xuddi shu shaklda. Istasangiz shuni ichiga qo'ying, teparoq joyga qo'yib qo'ying, xonangizni ochadi hamda osvejitelga o'xshab hid tarqatib turadi. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.